18 milyon 600 ming so'mga qayerdan tunuka fon qilib berdik. Videoni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ring. Tunuka fon haqida qiziq ma'lumotlarni berib ketaman. Ko'cha o'stirma shafkasi, kazirov qismi razmerlarigacha aytib ketaman. Bu boshidan bu boshigacha taxminan 26 metr. Darvozaxona qismini kazirovga 4 metrga 2 metr. Ichkarida darvozaxonasi bor. Darvozaxonasi uzunasiga 6,5 metr atrofida, eniga esa 3,5 qadar atrofida. Ko'ringlar, oq glansli 04 tunikamizdan qilib berganmiz. Ichkari o'stirma shapkalari bor. Ichkari o'stirma shapkalari aylanasiga 26 metr. Mana bu burchakdan bu burchakgacha 26 metr. Bu joyimizga high-tech fasonni 2 pog'onali variantidan qilib berganmiz. Tayli ashifkalarni gipsokardon mahsulotidan ashifka qilib berganmiz. Bu taraflarni remontiga o'xshatib, bir xil holatda remont qilsa, uyimizga yana ham chiroq qo'shadi. Bu joyimizga tunuka mahsulotidan qilib qo'ysak ham bo'ladi, lekin gipsokardondan idealroq chiqadi. Ishlarimiz ma'qul kelib, pullari ma'qul kelayotgan bo'lsa, bemalol biz raqamlarga aloqaga chiqinglar, ishlarni shunaqa chiroyli holatda bitkazib beramiz.